Yaxshimi? Nima pipilladi? Yaxshimi? Bilmadim. Nima pipilladim? Sizda nimaga ikkita? Ayo, bitta narsa aytib o'tsam bo'ladimi? Yo'q. Patlar bilan yaxshilab pishpak qilasiz deydi. Non yopganda mening oyim. Tova qildim. Sizga nima dedim? Nima deydi? O'zi hammasini gapirib tashladingiz, nima deyishingiz kerak? Tak qilyapti-ku? Yo'q, sizdan keyin ta-ta qilish bo'lib qoldi. Avtomat mana buni olib qo'ysak bo'lmasmikin? Zuhraxon avvalambor Xullas hozir. Nimaga qarang, men aytib turaymi bunaqa narsalarni. O'zingizda asb bo'lib ketgansiz, rohatdan bunday qilsangiz men nima qilish kerak deb o'yladim. kanalimizni kuzatayotgan barcha aziz do'stlarimizga, tomoshabinlarimizga assalomu alaykum. Gap GPT oshxonasida siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun odatdagidek dasturimiz orqali sizga ajoyib bir insonning suhbatlarini havola etamiz. Bundan tashqari bugun dasturimizda biz desert qilishni o'rganamiz. Birinchi marotaba tayyorlaymiz. Albatta bizni kuzating. Bugun dasturimizga biz serqirrali ajoyib bir vatandoshimizni taklif etdik. Ular ham skripka chalar ekanlar, hamda sizni miyangizni ham chala olar ekanlar. Bunisi hazil. Qolaversa bugungi kunda ajoyib bir kasb egasilar. Ularni balki tanirsiz, balki tanimaysiz, ammo bugungi dasturimiz orqali ularning chiroyli hayot hikoyalarini birgalikda eshitamiz. Aytib o'tganimizdek, bugungi dasturimizda o'zlarining chiroyli hayot hikoyalari bilan bo'lishadigan mehmonimiz desert tayyorlash bilan birgalikda sizga balki hayotingizda kerak bo'ladigan, hayotingizda asqotadigan ajoyib maslahatlarni ham berishga tayyorlar. Kutib oling, Zuhraxon Sodiqova. Zuhraxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zuhraxon, avvalambor dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkurimizni bildiramiz. Vaqtingizni ayamasdan chiroyli desert retsepti bilan bo'lishib qolaversa, yurtdoshlarimizga Buyuk Britaniyada, nafaqat Buyuk Britaniyada, butun dunyoda istiqomat qiluvchi vatandoshlarimiz bilan o'z hayotiy hikoyangizni she'r qilishga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Bilasizmi, ko'pchilikni dasturga taklif qilamiz, kelaman deyishadi-yu, keyin telefon qilib kunini belgilashga kelganda ozgincha qo'rqishadi. Bilmayman, eplay olamanmi, men uyalchayman, kamerani oldida gapira olmayman deb, men sizni kelishingizga %100 amin edim telefonda gaplashganimizda. Shuning uchun ham bugungi dasturimiz, qolaversa suhbatimiz ajoyib o'tishiga aminman. Nima deydi? O'zi hammasini gapirib tashladingiz, nima deyishingiz kerak? Bilmayman, nima gapirish, to'xtab turinglar. Nima qilyapti-ku? Yo'q, sizdan keyin ta-ta qilish qiyin bo'lib qoldi. Avtomat mana buni olib qo'ysak bo'lmasmikin? Avvalambor kattakon rahmat, mana shu loyihalarga taklif qilganingizga boshim osmonga yetib ketdi. O'zi anchadan beri sizlarning loyihalarni kuzatib boraman. Har o'ylardim, nega shu gap GPT deb aytgan. Bugun ham so'radingiz-ku? Bugun chunki bilmoqchi edimda, gapda pishgan taomlar ekan. Shunaqa, gapda pishgan taomlar. Gap bu bizani o'sha kichkinagina nima deydi, kollektivimizning gatheringi bo'ladi. O'zbekistonda juda ham nima deydi, bu mashhur, hamma yig'ilib, ayniqsa ayollar o'rtasida bu juda ham populyar. Erkaklar ham o'ynashadi. O'sha gap o'ynab, yig'ilishib, bir joyda ko'rishib, diydor g'animat deganda yaxshi vaqt o'tkazishadi. Shu bizlar odatda gap qilsak, ovqat ustida qanaqadir taomlar pishirardik. Shuning uchun ham gapda pishgan taomlar bu. Bo'ldi, bizda endi bugun taom deb aytilsa kerak, lekin biza shu loyihangiz qarab yurganimda faqat hamma har xil ovqatlar qilar ekan. To'g'rilgan ovqatlar, qaynatilgan ovqatlar va hokazolar. Qarasam, men endi ovqat qilsam bo'lardi. Nima qilishni bilaman ovqat вообще-то deydi. Ovqat qilishni bilaman. Lekin boplisiz ovqatlarni lekin bilsanglar kerak. Bali, sekretlar, pasta aytaman, zo'r sekret aytaman. Xullas, qarasam shirinlik qilishmagan ekan. Axir gap ustida shirinlik ham yeb o'tirsa bo'ladi-ku. Bo'ladi. Biz bu narsani yeyveramiz. Shirinlik. Yo'q, endi shirinlik yaxshiroq ketadi-da. O'shanga shirinlik qilamiz dedik. Bu shirinlikning nomi San Sebastian. Men buni juda ham kichkina qilib aytganda Santi deb aytiladi. Bu shirinlikni agar xohlasangiz, istasanglar, men ozgina bo'lsa ham tarixini aytib o'tsam,
1959-yilda biz endi jahon urushidan, ikkinchi jahon urushidan qaytayotgan paytda Ispaniyani bir kichkinagina shaharchasida, San Sebastian degan shaharchasida ikkita aka-uka bo'ladi. Ular ikkalovligi qana endi hamma depressiyadan chiqqan, urush bo'lgan, nimadir qilamiz shu shaharchaga deb restoran ochishadi. Ladina degan restoran. Uni o'shalab ochib, xotinlari bilan hammaligi yorishga boshlashadi. U yerda restoran va bar bo'ladi. Pink Stop bar degan joy bor. O'sha yonida bo'ladi. Keyin uni o'g'li bo'ladi. U hali kichkina bo'lib bo'ladi. Lekin katta bo'lib 1987-yilda o'g'li mashi anaqani restoranni oladi. Olganda o'sha yilda har xil eksperimentlar qilishga boshlaydi. Har xil retseptlar bilan nima qilsam bo'lar ekan deb. Lekin u oldinlari ham cheesecake'lar bo'lgan. Bilsanglar agar, lekin har bitta cheesecake tagida qattiq biskvit bo'ladi. Bilsanglar agar. Pechenega o'xshagan bo'ladi. Qanaqadir shunday yumshoq narsani yesanglar, u tagida chiqadi. Ko'plik yemaydi ham. U yoqtirmaydigan bo'ladi shu narsani. Qanaqa qilib eksperiment qilayotgan bo'ladi? Muslar, mango mus, chokolad mus. Mashina o'ylab topadi. Shu anaqasiz bo'lgani uchun. Ko'pligiga yoqadi shu narsa. San Sebastianni o'ylab bu yoqqa olib kelganimning sababi, ko'rsatmoqchi bo'lgan sabab, u men ham o'zim eksperiment qilishni yaxshi ko'raman, ko'p narsalarni. O'shanga bunaqasi tarixi bir xilroq bo'lgani uchun balki mana shu santini yetdim. Santini yeganlar har doim hamma odamga, masalan, yoqmasa ham, yoqsa ham yeganlar shunaqa maza qiladi, og'zingizda erib ketadi-da. Yomon tayyorgarlik ko'ribsiz-a Filidachaga? Yo'q, tayyorgarlik ko'rmadim, to'g'ri aytsam. Bitta shu tarixni o'ylab topdim. O'ylab o'qib chiqdim, tarixni o'qib chiqdim. O'qib chiqishga majbur edim. Yo'q, endi masalan, nimadir qilayotganda, хотя бы nimadir damarsiz zadaniya qilasiz baribir. Endi men yaxshi отличница bo'lganman-da. Komsomolka deb. Молодец. Demak, Zuhraxon, keling masalliqlarga o'taylik. Nimalar kerak bo'ladi bizga? Bizga krem cheese kerak bo'ladi. Qancha krem cheese? Endi meniki hozirgi paytda qilayotgan retseptim 8 inchli idishga mo'ljallangan bo'lgani sababli bu atilabdan bilib o'zim proporsiyasini olganman. 560 gram. 560 gram krem cheese kerak bo'ladi. 8 inchli idishda tayyorlash uchun. 8 inchli idishda pishiriladigan San Sebastian necha kishiga yetadi? Endi bir dugonam aytganda kim qanaqa yeyishga bog'liq, hammaga yetadi dedi. Qanaqa kesishga bog'liq. Masalan, agar UK standartlari bo'yicha kesadigan bo'lsangiz, menimcha 10 kishidan ham oshadi. Lekin o'zbekcha qilib qiladigan bo'lsangiz, menimcha 8 ta 6 ta kishiga yetadi. Lekin bitta narsani aytib o'tay, Santini основной birinchi navbatda yeyiladigan narsasi, truki o'sha paytda Santi Rivera o'ylab topganida eng yaxshisi ikkita nima deydi, qoshiqli suzsa, o'sha juda ham yaxshi bo'ladi. Endi lekin o'zbeklar bu narsani qilmaydi. 2 qoshiq yerkanman deb bo'ldi qilar ekanman. Shunaqa deyshadi-da, lekin o'zi shunaqa asosida qilinadi. Bitta yeb, keyin ikkinchini yesa, o'shani mazzani, ta'mni hammasini sezasiz. Bo'ldi, keyin yemaysiz. Yo'q, keyin yesangiz bo'ladi, endi mana boshlanishiga. Tushunarli. Demak, hammasi naqa qilmaydi. Ana qilib, faq qilib, yo'q, shart emas. Demak, bizga 560 gram krem cheese kerak bo'ladi. Un bu qancha? Un juda ham kam ketadi. Shuning uchun ham buni ko'pincha ko'p iste'molchilar gluten free bo'lsa ham yesa bo'ladi. 27 gram un ketadi. 27 gram un, 27 gram, 30 gram qilmaylik, 27 gram. Bu nima bu? Bu qaymoq. Double cream. Qaymoq. Single cream ishlatsang bo'ladimi yoki faqat double cream mi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Anaqada iloji bo'lsa yaxshiroq double cream bo'lishi kerak. Yaxshiroq deganingiz yog'liroqmi? Yog'liroq emas. Masalan, endi bu Londonda yashasangiz, bilasiz, har xil katta gipermarketlar bor. Arzoniga emas, normalisiga boringizda. Shunaqalariga. Xuddi shu. Shunaqa. Arzon emas, o'rtasiga borsanglar yaxshi ish bo'ladi. Tushunarli. Demak, bizga qancha double cream kerak bo'ladi?
Savol beraverganingizdan qanchalik esimdan chiqib qoldi. Uzr, ming bor uzr, opam. Ming bor uzr, savol so'raganim uchun kechiring. Boshqa savol so'ramayman. Demak, bizga qancha double cream kerak bo'ladi? Bizga 360 gramm double cream kerak. 360 gramm. Bu shakar, mayin shakar, to'g'rimi? Ha, bu naqadan o'tkazilgan shakar, juda ham custard sugar. ha, custard. Va eng so'nggi 3 ta masallig'imiz bu 4 ta tuxum, katta tuxumdan bo'lishi kerak. agar kichkinaroq bo'lsa 5 ta qilsangiz bo'ladi. Endi qilayotganimizda jarayonga qarab o'zingizlar solsanglar bo'ladi, lekin 4 tadan boshlanadi. Menga o'xshagan birinchi marta qilayotgan bo'lsa 4 tadan boshlang. 4 tadan boshlayman. Limon Limon, va menimcha shokolad bu shokolad. dekoratsiya uchun. Ha, o'zi ko'pincha endi hozirgi paytda hype bo'lib ketgani uchun Santini hamma shunaqa shokolad bilan servirovka qilyapti. Lekin originalnisi o'zi bez shokoladsiz. O'zi. Tushunarli. Demak, Zuhraxon ishni nimadan boshlaymiz? Vanilla ekstrakt bor ekan. Vanilla ekstraktimiz bor. Bundan qancha ishlatamiz? Endi bu ko'zga qarab ishlatiladi. Ko'zga qarab, hamma ko'zga qarab. Glass, na glass, pat glass qiladi. Endi solganimda ko'rasizlar, ko'p solmasa bo'ldi. Kelishdik. Unda ishni boshladik. Boshladik. Xo'p, Santini yaxshi chiqarish uchun juda ham kerakli ma'lumot bu. Har bitta mahsulotliklar uy haroratida bo'lishi lozim. Agar uy tuxumlarni ham chiqarib qo'yish kerak. Tuxumlarni bu cream cheese chiqarib qo'ysangiz suv chiqib ketmaydimi? Suv chiqmaydi, yo'q, chiqmaydi. Peshindan beri turibdi. Yo'q-e. Xolodilnikdan chiqarib, muzlatgichdan chiqarib qo'ysangiz ham mana suvi chiqmas ekan. Men nimagadir cream cheese ancha tashqarida qolsa, mana bunday ozgina olasizda, ya'ni ustidan anaqa qilib bunday qilib olsangiz, o'zi sekin silqib tushib ketadi. Shunaqa qilib qo'yib qo'ying. Siz mana ko'rsatuvdan necha soat oldin chiqarib qo'ydingiz mana xolodilnikdan? 3-4 soat. 3-4 soat oldin. Tushunarli. Demak, barcha mahsulotlar xona haroratida bo'lishi shart. Qaymoqdan tashqari, qaymoqni 3-4 soat oldin olib qo'ymanglar, achib qolishi mumkin. 1,5 soat oldin olib qo'ysanglar yetadi. Tushunarli. Demak, life hack bilib oldinglar. Endi ishni boshladik. Nimadan boshlaymiz? Jarayonni boshlaymiz. Birinchi krem cheesedan boshlaymiz, Zuhra, har doimgidek men gapirishni bo'ynimga olaman, siz pishirishni. Bo'ldi. Men qo'lim o'rmay turaman, maylimi? Xo'p. Men sizga ishonaman chunki. Xo'p. Menga ishoning. Siz tayyorlashingiz jarayonida men o'zimni savollarimni beraman. Siz atplikatsiya qilmasdan boshqa anaqalarga, tortga, bunaqaga, San Sebastianga konsentratsiya bo'lib savollarimga javob beravering, maylimi? Bo'ldi. Demak, o'zingiz haqingizda endi bizga ma'lumot bering. Balki kimdir tanir sizni, balki kimdir tanimas. Necha yil oldin Buyuk Britaniyaga kelgansiz? O'zi qayerdansiz? Qayerda tug'ilib o'sgansiz? Ota-onangiz, aka-ukalaringiz, oilangiz haqida. Xo'p. 2006-yil Londonga kelganman, oktyabr oyida. 19 yil bo'lar ekan shu yil oktyabrda. 19 yoshga kirdim. Eski bo'rilardan ekansizda. Eski bo'rilardan. deydi. Ha, akalarim tufayli kelganman. Juda ham minnatdorchilik qilib, har doim aytaman akalarimga. Akalarim meni olib kelishgan bu yoqqa. Katta akam, o'rtancha akam. O'zi 3 ta akam bor. Eng kichkinasi menman. Uch o'g'il farzanddan keyin qiz tug'ilgan ekan. Eng erkasiz ekansizda. Shunaqa deb bo'lishadi, lekin unaqa emas. Unaqa desam. Yo'q, shunaqa emas. Endi to'g'ri, adajonimni erkalari bo'lganman. Rahmatli adammi, lekin har doim akalarimdan har doim bu gap eshitganmiz. Endi bilsanglar kerak, O'zbekistonda akalar bo'lsa, hech qaysi odam sizga tegina olmaydi yoki kechqurun 5 minut kech kelsangiz darrov report yozishingiz kerak. Nima bo'lgan, nima qilgan, xullas. Poyezga berishadi. Keyin paypoli yuvishdan chiqmaysiz. Xullas, anaqa zo'lishqa bo'lib katta bo'lganmiz. Tushunarli. 3 ta akangiz bor va siz 4 ta aka singil ekansizlar oilada. Tushunarli. Ota-onam meni doktorantura qilishgan. Eski Moskva universitetlariga borib, ana qilib kelishgan. Geolog ham bo'lganlardan. Onam bo'lsalar seysmologlar. Ular shu fan bo'yicha izlanishgan. Bizda o'zi hammasi fanlar bo'yicha bo'lgani uchun doktorantura boshqa narsalar qilib yurishgan. O'zbekistonda qayerdansiz? O'zbekistonni Toshkent shahridan. Toshkentdansiz. Chorsi
bozoridan, eski shahardanman. Eski shahardan. Ha, xuddi shunaqa. Bolalar yaxshi ko'raman, to'g'risini O'shancha yaxshi ko'rasiz. Bolalar yaxshi. Xullas, 2006-yilda kelganman. Kelishim juda ham qiziq bo'lgan. Londonga o'zi Toshkentda men Gler degan maktab bor. O'sha voy, siz buni endi o'ylashim kerak. Ha, buni o'ylashsangiz gapirib eshitolmay qolaman-da. Yo'q, endi hozir jirlab ketadi-yu. Ha, bering. Shunisi bormi? Bo'ldi. Uni tushunmabman-da. Demak, kelishingizga biz joyimizni almashtirishimizga to'g'ri keldi, chunki mikserimizga yaqinroq bo'lishlari uchun men Lubojodan gapirib ketaveraman. Siz Lubojodan pishirasiz. Menga atilabdan siz pishirasiz dedilar, o'shanga o'sha yoqqa o'tishga majbur bo'ldik. Hozir g'irillashi mumkin, savollar berilmay tursa yaxshi bo'larmi? Kutib turaman. Mayli. Bu salani qilib o'tdi, bor-ku. Mikserda qancha uzbivayt qilamiz buni? Mikserda unchalik ko'p emas. Eng balandidami, eng pastidami? Yo'q, o'rtachasida qilish kerak. Mana men 2 da qilyapman. 2 da qilgan yaxshiroq. Necha daqiqa, necha minut buni uzbivayt qilamiz? Endi minutini aytolmayman, lekin ko'rinishidan bilib olsanglar bo'ladi. Ha, ko'rinishiga qarab. Ko'rinishiga qarab kerak. Ko'rinishi hozir mana kelyapti. Anaqa bo'ladi, nima deydi? Yaxshilab aralashgan bo'ladi. Qo'l bilan aralash desangiz, yaxshilab aralashgan bo'ladi. Fluffy bo'lmaydi bu. Fluffy bo'lmaydi. Yo'q, fluffy bo'lmaydi. Biz hozir mana katta planda ko'rsatamiz, ko'rinishi qanaqa bo'lishi kerakligini. Demak, sizni Buyuk Britaniyaga 2006-yilda kelishingizga sabab akalaringiz bo'lishgan. Ha, o'rtancha akam. O'rtancha akangiz. Demak, ikkita akangiz ham, uchta akangiz bor, to'g'rimi? Uchta akam bor. Uchinchi akam meni egizagim. Ha, siz Zuhra, ular Hasan. Hasan Zuhra. O'sha paytlarda afsuski, Hasan Zuhra deb yoki Fatma Zuhra deb qo'yishardi. Endi hozir boshqacha bo'lib ketdi. Hozir xohlagan otni berishadi. Demak, kelishingizga o'rtancha akangiz sababchi bo'lganlar. Katta akangiz ham shu yerdalarmi? Shu yerdalar, katta akam shu yerdalar. Kichkina akangiz ham shu yerdalar. Kichkina akam bu yerda bo'lib ketganlar. Qaytib ketdilar O'zbekistonga. Sizni egiz akangiz-chi? Egiz akam ham bu yerda bo'lib O'zbekistonga qaytib ketdilar. Demak, bor-yo'q bitta akangiz siz bilan Londonda ekanlar, to'g'rimi? Demak, keldingiz 2006-yil nimadan boshladingiz? O'zi men Toshkentda o'qiyotganimda, maktabimda, Glerda o'qiyotganimda zerikib ketganman. Keyin universitetga topshirib qo'yganman. Milliy universitetga bizni fakultet мировой filologiyaga o'tganmiz. Keyin o'zim ham to'g'risi 3 yil, 2 yildan keyin yana zerikib ketaverardim-da. Hamma narsani qurardim, zerikib ketaverardim. Keyin bu yoqqa o'qishga kelganman. Bu yoqqa topshirganman, akamni ko'ndirib. Adamni, onamni ko'ndirganman. U paytda endi qizlar qiyin bo'lgan, o'zi ketishi. Shunaqa. Yaxshi ham akalarim bo'lishgan, shu Londonga xudo kelib olganman. Keyin o'qiganman. O'rtancha akam boshida o'zi kelganimda men bu yerda o'zi aylanib, 2 yil aylanib qaytib ketmoqchi bo'ldim. Akam urush berganlar. Hali aylanibsiz? Aylanib adashib qoldim. Endi adashib qoldim. Lekin akam aytganlar, o'qimasang bo'lmaydi deganlar. Yaxshi o'qirdim, o'shanga o'qib. Shu universitetni bitirib, shu yerda qolib ketdik. Demak, Londonda universitetni bitirdingiz. O'qishni nimadan boshladingiz? Mana keldingiz 2006-yil. Nimani o'qishni boshladingiz? O'sha 2006-yilda hamma qanaqa kelgan bo'lsa, biz shunaqa ingliz tili o'qimaydi degan ekansiz-da. Biz o'zi Toshkentda o'sha paytlarda amerikanskiy dialekt bo'yicha o'qishganda, meni milliy universitetda o'qiganimda fakultet мировой filologiya meni birinchi tilim, u ingliz tili bo'lgan. Ingliz tilini, tarixini juda ham yaxshi bilganmiz. Xatdan kelib chiqadi, xullas. Keyin ikkinchi tilim fransuz tili bo'lgan. Tushunarli. Demak, keldingiz, ingliz tilini o'rganishni boshladingiz kollejlardan birida. Kollejlardan birida, keyin qarasak bo'lmadi. Ingliz tili bo'lmadimi yo kollej bo'lmadi? Yo'q, kollejda ingliz tili o'qitadiganlar bo'lmadi. Tushunarli. Istanbuldan ko'proq bilarkan. Keyin yurdim, ishlab aytganimda yalla otib yurganimda o'sha o'rtancha akam urush berganlar uchun
iloji yo'qligida universitetga topshirdik. Tushunarli. Qaysi universitetga topshirdingiz? Oxford Brooks universiteti. Oxford Brooks universitetiga, tushunarli. Keyin yana qarasak ACCA degan soha bor. Bu yerda menimcha butun dunyo biladi ACCA. O'shani o'qishga bilmaganlar uchun Association of Chartered Accountants. Aha. Buxgalterlarni assotsiatsiyasi. Buxgalter lekin buxgalter emas deydi. Nima bo'ladi? Qarang, o'zbekchasiga urushchasiga nima bo'ladi? Auditor bo'lasizmi, nima bo'lasiz? Endi bizda buxgalterlar audit qilmaganligi uchun o'zbekcha buxgalter bo'lmaydi menimcha. Buxgalter bo'lmaydi. Buxgalter bu bookkeeper. Bookkeeper, to'g'ri. Nima desa, men shuni tushuna olmadim. Ekonomist mana. Finansist bo'lamizmi? Men O'zbekistonga borsam, Toshkentga borsam hamma so'raydi. Anaqa kim sani sohang nima? Auditorman deyman-da. Keyin u nima auditor deydi. Lekin mana qarang, ACCA'da ham siz oxirgi ikkita ekzamen topshirayotganingizda anaqa qilishingiz kerak-da. Yoki audit bo'yicha, tax bo'yicha yoki boshqa yo'nalish bo'yicha topshiraman. Shu oxirgi ikkitasini tanlashingiz kerak. Siz ham audit ham tanlagansiz, to'g'rimi? Audit tanlaganman. Tushunarli. Bo'lmasa siz auditor hisoblanasiz. Bundan olib qaraganda. Chunki oxirgi topshirgan ikkita ekzameningiz u muhim ahamiyatga ega bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Demak, shakarni soldik, custard sugarni krem cheese bilan yaxshilab aralashtirdik. Bir 2-3 daqiqa aralashtirdik. Endi tegini har doim mana bunaqa qilib yaxshilab mayin aralashtirar ekansiz. Tegini yaxshilab ana qilib olish kerak, chiqarib olish kerak, yo'masam qolib ketishi mumkin tegida. Tushunarli. Demak, endi nimani solamiz? Endi hozir bitta-bittadan tuxumni solamiz. Tuxum solamiz. Bo'lmasa, siz tuxumni chaqib solavering, men qolgan savollarimni beravering. Keldingiz, Oxford Brooksda o'qiyotgan paytingizda siz yana ACCA ham o'qishga qaror qildingiz, to'g'rimi? Mana balki hozir bizni O'zbekistonda tomosha qilib turgan yoshlar, o'sha bu yoqqa kelib o'qish uchun o'qishni niyat qilayotgan yoshlarga qanaqa qilib qaysi universitetni tanlashni maslahat bergan bo'lardingiz? Hozirgi paytda endi onlayn zamonda yashayapmiz, hamma narsa onlayn bizda. O'zi endi aytiladi-yu, ChatGPTlar bor, AI bor, o'shalardan so'rasa ham bo'ladi. Endi men qachon bo'ldi? Qachon bitirdim-da, qachon bilaman men. Oxford Brooksni tugatdingiz, ACCA'ni tugatdingiz. Bir payt o'zi tugatdingizmi yo qaysi birini? Birinchi ACCA tugatdim. Birinchi ACCA'ni qanaqa Oxford Brooksga birinchi kirib ACCA'ga birinchi tugatasiz? To'g'risini aytsam, Oxford Brooksdan oldin King's College'ga kirganman. Keyin King's College'dan LSE'ga o'tganman. LSE'dan keyin aytmaman-ku, men tez anaqa qilib qolardim-da. Zerikib bezib qolarkansiz-da. Keyin lekin ACCA'dan bezimadim. Juda qiyin ekan-da. Shunaqa. Juda ham challenging. O'shani u ACCA'ga quvurdim-da. Qarasam ACCA topshirib qo'yib bo'ldim. Keyin bilsam o'ynab topshirib qo'ydim. Keyin bilsam qaysidir nima deydi, paperlarni qilgan bo'lsangiz, 9 ta imtihon topshirsangiz, Oxford Brooksni bakalavriaturasiga to'g'ri keladi va siz o'qimasdan faqat diplomni rabota yozib, topshirib, zashitingiz qilib, Oxford Brooksni diplomini olsangiz bo'ladi. O'sha hozir endi bilmayman, shu narsa bormikan, yo'qmi? Olib tashlashdi deb aytishyapti. AI dan so'rab ko'ramiz. AI dan so'rab ko'ramiz, to'g'ri. GPT dan so'raymiz. AI-ga. Alexa. Alexa'dan so'raymiz. Alexa siz ko'rdingiz, sразу qaradi. Biz Alexa ishlatmaymiz. Bizdan jo'ramizmi? Demak, tuxumni bitta-bittadan solib, har bittasini yaxshilab aralashtirib olamiz, to'g'rimi? Yaxshilab aralashtirib, keyin yana bittadan solib, shu darajada 4 tasini solishimiz kerak bo'ladi. Demak, ACCA tugatdingiz, fully qualified accountant bo'ldingiz. Bo'ldim. Undan keyin Oxford Brooksda o'sha dissertatsiya yozib, yoqladingiz va Oxford Brooksni diplomini ham oldingiz. Undan keyin o'sha paytda Oxford Brooks ACCA o'qiyotgan paytimda men ishlaganman. Ishlardim, ham ishlab, ham o'qiganman. Boshqa ilojim yo'q chunki. Yo'q, boshqa iloji yo'q edi, lekin menga o'zi aytganimda oson bo'lishi kerak emas edi ko'p narsa.
O'shanga ham ishlab ham o'qiganmiz. Keyin o'sha o'qiyotgan jarayonda men o'zi restoranda ishlardim. Restoranda front office deyiladi, reception bo'lib ishlaganmiz. Keyin barga o'tganman. Har xil kokteyllar qilishni bilaman. Agar keyingi safarga chaqirsanglar deydi. Xudo xolasa nasib etsin. Kokteyllar qilardik. Keyin ofisga o'tganman. Chunki soham ofis sohasi bo'lgani sababli ofisga o'tganman. Keyin qarasam, men endi shu restoranda ko'p o'tirgim kelmadi deb o'zim restoranda sizda bor? Bilaman, bor, esimda juda ham bor. Hozirgacha bu restoran mavjud. Gaucho restorani, argentinskiy restoran. Keyin xo'jayinim ham u yerda ishlaganlar. Xo'jayinim o'sha Gauchani eng katta operation head chef bo'lib Canary Wharf'ni ochganlar. Keyin men anaqaga, endi hamma birinchi practicedan boshlaydi. Practicega kirganman. Demak, 4 ta tuxumni ham solib, yaxshilab aralashtirib oldik. Shu paytda o'zida qoshiq bilan ham yaxshilab aralashtirish yodingizdan chiqmasin, chunki o'sha cream cheese'ni kichkina naqalari idishda qolishi mumkin. Idishda tagida cho'kib qolishi mumkin-da, o'shani hammasini yaxshilab qilsangiz, mana hozir bu yerda ko'ryaptimi yo'q bilmayman. Bundoq qilsangiz, mana bu oqlari bo'lib qoladi. Bizga oq bo'lishi shart emas. Aha, tushunarli. Bo'ldi. Endi mikserni ishlatamizmi, yo'qmi? Ishlatamiz. Hozircha chetga olib qo'ysak, nima dedingiz? Yo'q, biz hozir ishlatishimiz kerak. Ha, hali ishlatasizmi? Ha, sorry. Ishlatamiz dedim-ku. Yo'q, hozirmi yo'qmi bilmadim-da. Aralashtirib bo'lgandan keyin duxovkani qachon yoqishimiz kerak? Duxovkani menimcha jarayonni boshlashingizdan oldin, endi biz voqliroq jarayondan boshlashdan oldin 1,5 soat oldin yoqilsa yaxshi bo'ladi. Ayni muddao bo'ladi. Yo'q, u 15 minutda qiziydi-yu duxovka. Endi u 15 minutda qiziydi, lekin ichlari hammasi bitta temperaturada bo'lmaydi-da. Tushunarli. O'zi yoqing-a bo'lmasa? Hozir yoqib qo'ying. Yoqib qo'ying. Necha gradusga qo'ying? 280 gradus, 70. Eng balaniga. Yo'q, fanga qo'yib qo'ysangiz. Qo'ydim. Eng balaniga 200 ga qo'ydim men. Ana. Yo'q, mana 270. Bo'ldi ana. Demak, duxovkamizni yoqib qo'ydik. Endi 4 ta tuxumni solib aralashtirib bo'lgandan keyin nima qilamiz? Endi navbat qaymoqqa. Qaymoqqa. Demak, siz Gauchodan ketdingiz va qayerga ishga kirdingiz? Practicega. Experience olish uchun, o'rganish uchun. Practiceda qancha ishladingiz? Praktisda jidda 6 oy, 7-8 oycha ishladim. Zamashan 6 oy ishlab qochib yuboradi. Yo'q, anaqa dugonalarim, o'rtoqlarim qoldi u yerda. Qolsam bo'lar ekan, partner bo'lib ketarmidim dedim-da. Lekin ketdim. Keyin biz men tren, nima derdi? Poyezd, temir yo'l sohasiga kirib ketdim ishga. London Undergroundga. Yo'q, TFLga. Yo'q, unaqa emas. Masalan, temir yo'l deganda metro emas. Bizda Londonda yoki UKda poyezdlar ko'p ishlaydi. O'sha poyezdlarni endi UK da qanaqa bo'lishini O'zbekistonni bilmayman, lekin UK da hamma narsa privatizatsiya qilingan, xususiylashtirilgan. O'sha sababli boshqa kompaniyalar kelib davlatga tender qo'yadi. Tender qo'yganda o'sha yo'lni 7 yilga yoki 5 yilga sotib oladi. Sotmas, yutib chiqadi. Bizi o'sha kompaniya fransuzskiy kompaniyada, u Fransiyani stock exchange'da anaqa qilingan SNCF degan kompaniya. Bilsanglar kerak, Parijga borganlar hamma ko'radi SNCF. O'sha kompaniyani kichkina bir o'rtacha bir anaqasi bolachasi bilan ishlaganmiz. Subsidiarisi bilan Keolis degan kompaniyada. O'sha yerda 6,5 yil ishlaganman. Ancha ishlagan ekansiz. Ancha ishlaganman, account assistantdan boshlab, keyin oxiri group talk financial controllergacha chiqqanmiz. Demak, bugungi kunda siz nafaqat ACCA, balki FCCA siz. Ha, tushunarli. 5 yildan o'tib ketdi, ancha bo'ldi. Bugungi kunda qayerda ishlayapsiz, Zuhra? Bugungi kunda men First Point Groupda ishlayman. U kompaniyada men Chief Financial Officer deydimi? Nima deydi? Shunaqa. Biz kandidaturalar topamiz. Telekommunikatsiya, data center va renewable energy
qayta ishlab chiqarish energiya deyiladimi o'zbekchasiga nima deydi shuni bilmayman. Energiyani qayta ishlab chiqarish. Qayta ishlab chiqarish. Hozir bilsanglar agar dunyoda shunaqa katta tender ketyapti, data centerlar mana AI'lar chiqyapti, artificial intelligence hammasi data centerga kerak. O'sha soha bo'yicha biz ishlaymiz. O'sha yerga biz injenerlarni, skilled work ishchilarni, skilled nima derdi o'zbekchasiga? Nima edi? Kasb emas. Yo'q. Xullas, malakali injenerlarni joylaymiz ishlagan. Tushunarli. Demak, tuxumdan keyin nimalarni solamiz? Endi hozir bu juda ham qiziqarli jarayon qilamiz. Mana bunaqa idishchaliklar bo'lsa yoki bunaqa idishchami farqi yo'q. Bu idishchani olib biz mana shu unni 27 gram. 27 gram. Ha, 27 gram bo'lishi kerak. Qo'yil, mana 28 emas, 30 emas, 20. Haligi aytganimdek, men o'zimni anaqamga moslab aytgan. Endi men akkauntantman-ku. Hammasi to'g'ri. Massani olib bo'lib. Demak, bu 27 gram unni yarmini soldingiz, to'g'rimi? Yo ozginchasini soldingiz? Ozginasini solib, double creamni solamiz. Hammasini emas. Buni hozir qanaqa qilib? Mana shunaqa qiling, mana. To'xta endi. Voy. Chiqsiyoy. Yomon bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Normalniy bo'ldi, mana. Qo'yamizda, keyin buni yaxshilab aralashtirasiz. Aha. Endi bundan yana solamiz. Qo'shib olsak bo'lar ekan. Qo'shib mana. Voy. To'xta, sekin. Bo'ldi. Mana to'xtang. Biz o'zi noto'g'ri idish tanlaymiz bunga. Mana yana ozgina un solamiz, to'g'rimi? Mana hammasini qolganini ham sovoramiz. Buni bo'lib solishingizdan maqsad kamochka bo'lib qotib qolmasligi, to'g'rimi? Yana ozgina ham soldik. Endi to'xtang, buni yaxshilab aralashtirib oling. Aralashtiring, iltimos. Bo'ldi. Juda anaqa. 35 minut, 40 minut turadi, baland anaqada turadi. Baland oluvdi. Demak, endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Demak, Zuhra, mana kelganingizga 19 yil bo'libdi. O'sha sizni qaytarib 2016-yilga olib borib qo'yishsin. Buyuk Britaniyaga kelish haqidagi fikringiz o'zgararmidi yoki yo'qmi? O'zgarmasdi menimcha. O'zgarmasdi. To'g'ri, bir xil narsalarni sal boshqacharoq qilgan bo'lardim. Masalan, aqlliroq qilgan bo'lardim. Masalan, King's College'ga kirganimda tashab ketmasdim. King's College'ga qaysi yo'nalish bo'yicha o'qishga kirgansiz? Quantity surveyor. Arxitekturaga juda ham qiziqqanman. Buxgalteriyada nima qilib yuribsiz? Bo'ldi. Ko'p qilmang. Endi o'sha paytda agar balki tashab ketmaganimda, balki hozir bundan ham yuqori cho'qqilarga chiqqan bo'lardim deb o'ylayman. Endi men ham shunaqa deb o'ylayman. Endi hamma shunaqa deb o'ylaydi menimcha, to'g'rimi? Lekin to'g'risini aytsam, hech narsani o'zgartirmasdim. O'qish bo'yicha bu narsani boshqacha qilishim mumkin, lekin menimcha o'zimning hayotim menga yoqadi. Demak, oilalisiz. O'zimga yoqaman. Menga o'zim yoqadi. Oilalisiz, farzandlaringiz ham bor? Ha, albatta. Alhamdulillah. Endi oilangiz haqida aytib bering ozroq. Xo'p, oilam, ikkita o'g'lim bor, 9 yosh va 7 yosh. Adasi bilan biz bu yerda tanishganmiz. Demak, xo'jayingiz bilan Londonda tanishgansiz. Ha, shunaqa tanishganmiz. Ular Chelmsfordda turardilar. Qishloq anaqasida turardilar. Qishloq derdik o'zi deydi. O'sha turardilar, bu yoqqa kelib tanishib qolganmiz. O'sha paytlarda choyxonalar bo'lardi, bilsanglar. Demak, bu masalliqni krem chizimizni ustiga solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Anaqada aralashtirish kerak. Kam anaqada, pastida. Tezlikda aralashtirishimiz kerak, to'g'rimi? Ikkida aralashtirilsa yaxshi bo'ladi. Demak, xo'jayingiz bilan Londonda tanishgansiz. Ular Chelmsfordda yashaganlar, siz qishloqqa bola deb e'tibor bermagansiz boshida, keyin yo'q, to'g'risini aytsam, men ularni tanimasdim. Meni jiyanim bu yerga o'qishga kelgan edi. U paytda ko'p jiyanlar kelib o'qib ketardi. Shunda bitta jiyanim kelib, bizning uyimizda turgan, East Londonda yashagan edik. O'sha paytda choyxona degan veb-saytlar bo'lardi oldingi paytlarda. Chatlar bo'lardi. Hozirgi messenjerlarga o'xshagan, sal boshqacharoq, eskicharoq. Zuhra, endi hammasini solib aralashtirdik. Limon bilan vanila qoldi menimcha. Albatta. Mana limon va vanila solishdan oldin aralashtirib qaysi darajaga yetganini qatdan bilasizlar. Mana bunday olib mikserni 8 qism
qilsanglar, mana 8 bemalol turish kerak. Ko'rdinglarmi mana? Ha, 8 bo'lib turishi kerak. 8 bo'ladi mana. 8 bundoq qilasizlar mana. O, ko'rdingiz? Shunaqa turishi kerak. Mana mana shunda yaxshi значит, yaxshi aralashtirilgan belgisi. Xuddi shunaqa. Endi limonni so'ki kerak bizga. Limonni so'ki kerak bizga. Mana bunga so'vorsak ham bo'ladi. Qancha so'k qisib olish kerak? Mana shuni qilib bo'ldi. Hozir men o'zim qilaman. Yarimta limonni, suvini siqib hammasini emas, mana shu ko'zingizga qarab. Tamaga moslab. Endi mana shunaqada. Menimcha bu mana 15-20 milligram bo'ldi bu. И vanilladan mana ozgina solinadi. Ozgina solinadi. Bu tab uchun, to'g'rimi? Tam uchun va tuxumni mazasini ketkizish uchun. Limon nimaga solinadi? Tuxumni mazasini ketkizish uchun. Tushunarli. Demak, bir chayli ложкacha menimcha vanilla ekstraktidan soldingiz. Ularni ham yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib. Hozir sizlarga bo'ldi. Endi bu turadi, bunga bu kerak. Xo'p, Zuhra, xo'jayingiz bilan qanaqa tanishgansiz? Uchun oxirigacha yeta olmay qolasiz. Men jiyanim kelib, laptopimni, noutbukimni ochib ketganimda, choyxonada har doim turganman-da. U mani bo'lajak turmush o'rtog'im bilan gaplashishga boshlagan. Mani Daniyaning orqali. Bir hafta, 2 haftacha gaplashib yurishgan, bilmayman, telefonda. Keyin bir gal o'tirganimizda o'sha anaqam jiyanim kelib, Zuhra opa, mashinaga shunda javob berib yuboring degan telefonda. Allo desam, o'tda qanaqadir ovoz allo deyilgan. Bo'ldi, men esimdan chiqib ketdim. Keyin telefon qilib, ovqatlangan boramiz dedi jiyanim. O'sha yerda kuting dedi. Bo'ldi dedim, borsam, jiyanim yo'q, lekin qanaqadir bo'y baland bitta odam bor. Keyin anaqa qilib, hamma narsani bilalaman to'g'rimi, men hech bola bilmayman. Qo'rqib ketib qolganman. Keyin jiyanim telefon qilib, "Hali yoqdimi?" degan. Sen nima deb. Endi o'sha paytda baribir endi biz o'zbekchilik bilasizlar, Toshkentga borganimdan ham har doim qachon erga teyasan deb. Keyin gaplashib ketganmiz. Jiyaningiz erga berib yuboribdi-da. Ha, shunaqa bo'lgan. Shu jiyanim tufayli sababchi bo'lib qolgan. Keyin gaplashib. Xo'jayingiz bugungi kunda nima bilan shug'ullanadilar? Xo'jayinim hozirgi paytda o'zi oldin chef bo'lganlar, hozir o'zlarini bizneslari bor. Uylarni ko'chiradilar. Uy yoki removals, yoki kommersiy narsalarni ham ko'chiradilar. Tushunarli. Endi Zuhra, mana cheescake'imizdan hammasini aralashtirib tayyorlab bo'ldik. Buni duxovkaga tiqish uchun, buni duxovkaga o'zi to'g'risini aytsam, mana shu pergamentni voqliroq tayyorlab qo'yish kerak. Nimaga? Ko'p vaqt ketadi deb o'ylayman. Nimaga? Darrov bilaman. Tagini buni ochmaymi? Yo'q, 2 qavat qilamiz. Qirib olishimiz ham kerak. Mana menga qarang, mana yonlariga bo'lish kerakmi, yo'qmi? Yonlarida bo'lish kerakmi? Hamma yoqda bo'lish kerak. Bundoq chiqib turish kerak, ko'rasiz. Ana qilaring, g'ijimlang. Ikki qavat qilinglar. Nimaga 2 qavat? Endi har ehtimolga qarshi. Biron joylardan oq chiqib ketib qolmasin deysiz. Ketmasligi uchun endi har xil narsalar bo'lishi mumkin. Demak, Zuhra, mana anaqamiz ham tayyor bo'ldi. Buni ichiga hozir boyagi masallig'imizni solib tayyorlaymiz. Men sizga sekretni o'tmoqchiman. O'sha bugungi kunda hammani uyiga quvonch, shodlik, baraka, xursandchilik olib kiradigan sumalak bilan norinni tayyorlaydigan odam aynan mana shu kishi bo'ladilar. Ya'ni to'g'rirog'i, Zuhra, qaynangiz bilan birgalikda tayyorlaysiz, to'g'rimi? O'zim bulardan sumalak juda ko'p marotaba olganman. Qolaversa, norinlarni ham meni farzandlarim o'zbek noodles deb juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha juda ham mashhur bugungi kunda Londonda o'sha duduga sumalakni yedim. Hamma Covidni boshlangan. O'zi esingizda bo'lsa, siz bilan hazil qilib boshlab o'rgan edik. Shunaqa. Covidni boshlangan narsa haligacha mana bo'lyapti. Barakali ish ekan. Qaynangizni ham qo'llari dard ko'rmasin. Juda ham ajoyib insonlar, juda ham hurmat qilaman. Ular tayyorlagan ovqatlar shunaqangina mazali bo'ladi. Umrlari uzoq bo'lsin, iloyim. Iloyim, umrlari uzoq bo'lsin. Bitta savol beraman, Zuhra. Nimaga sumalakni kilogramda sotasiz? Shuni aytib o'ting, juda ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. To'g'risi. Shuni bitta javob berib, temani yopib yuboring. Bu temani yopish kerak rostdan ham. Endi agar maktab
maktabda ximiya unaqa zichlikni o'qilgan bo'lsa, sumali juda ham zich narsa hisoblangani tufayli 1 litrda quyuq bo'lgani uchun, massasi quyuq bo'lgani uchun 1 litrga, endi bizda 1 litrni 1 litr deb bilishadi-da. O'sha 1 litrga solsangiz 1 litrdan anaqa nima deydi, ko'proq bo'ladi. Masalan, o'sha 1 litrga to'lab solsangiz, 1 litr emas, undan ham ko'p bo'ladi. Endi bizda islomda anaqadan nima deydi, urish mumkin emas. Juda ham qo'rqaman boshqalarni anaqasi haqqini yeyishlikdan. Shuning uchun ham qarasak bir gal bir xil paytlarda banka bor, bir xil paytlarda banka yo'q. Shuning sababli biz kilogramda o'lchaydigan bo'lganmiz. Kilogramda o'sha 1 litrlikni solsangiz, 1 kilogramingiz 1 litringiz 1 kilogramm 200 chiqadi. Ko'proq chiqadi. Shu sababli 1 kilogramm qilib sotganmiz. Har doim kilogramm bersak ham baribir ortig'i bilan beramiz. Shu sababli qilganmiz. Kilogramm. Bo'ldi. Litr emas, tema kapaldi. Kapaldi, yopildi. Bo'ldi. Tushunib oldinglar, nimaga sumaliyni bugungi kunda litrda emas, kilogramda sotishliklarini. Chunki birinchidan massa juda ham quyuq, shu sababdan va qolaversa quyuqligi ba'zan sal quyuqroq, sal suyuqroq bo'lishiga qarab, ko'proq, kamroq bo'lmasligi uchun o'sha kilogram qilinganda точно bir xil qilib har doim sotiladi. Demak, bo'ldi, mavzu yopildi. Endi santiga kiramiz. Mana bu santi tayyor. 8 anaqasi bo'lgandan keyin chizganingizni o'sha bilan 8. Mana 8 ko'rinib turadi, ko'rdingiz? Keyin sekin buni hozir qo'yamiz. Ta'mini tatib ham ko'rmadik-ki, bildingizmi? Men sizga ishonaman dedim o'zi. Ha, bo'ldi. Lekin hidi juda ham zo'r chiqyapti. Aminman. Ta'mi ham shunaqangi bo'ladi. Inshaalloh. Mana hozir ikkita farzandni onasiz, full time ishlaysiz, uyingizni ham eplashingiz kerak. Hammasiga ulgurish qiyin emasmi? Qiyin, lekin menga to'g'risini aytsam, ota-onam va qaynonam juda katta yordam berishadi. Juda ham minnatdorman ularga. Erinmasdan bir xil odamlar qaraganda men dunyo kezaman deydi, qaraganda bolalarimga qaramayman deydi. Bolalarimni bolalariga qaramayman deydi, lekin meni qaynonam bilan onam kelib yordam berishadi. To'g'risini aytsam, enaga olmoqchi bo'lganmiz. Lekin turmush o'rtog'im boshqa begonaga ishonmaganliklari sababli shunaqa bo'lib boshlangan. Lekin ular ota-onam, qaynonam, onam ham kelib bu yerda o'ynab, kulib, mazza qilib ketishdi. Bizda 2010da bu yerdan Zaksdan o'tganmiz. 2015da yerga tekkanman. 2015da to'y bo'lgan. Ha, 5 yildan keyin to'y bo'lgan. Demak, Zaksdan o'tib, ofitsial er-xotin bo'lgansiz-ku. Mana to'y tantanani 5 yildan keyin O'zbekistonga borib to'y qilgansizlar. Shu paytda endi balki imkoniyatimiz bo'lmagan bo'lishi mumkin, bilmayman, esimda yo'q. Menimcha turmush o'rtog'imda vizalari hal bo'lmagan edi. Biz ko'p poylagan bo'lsa-da, o'shanga vaqtimiz bo'lmagan to'y. Demak, 2006-yil kelgansiz-ku, 2010-yil 4 yildan keyin turmushga chiqishga qaror qilgansiz. Yaxshi fikr. Siz instrumentlar ham chalar ekansiz, to'g'rimi? Shu miya chalishdan tashqari yana nimalar chalasiz? Men chalgandim. Hozir ham chalaman, menimcha. Agar o'tirsam ozgina nima qilaman. Skripka bilan pianino chalaman. Ha, tushunarli. Skripka ham chala olasiz, pianino ham chala olasiz, to'g'rimi? Ha. Yaxshi chalasizmi? Endi yaxshi chalardim, hozir bilmayman. Elize bilan Beethovenni Lunniy sonatasini bilaman. Boshqa yo'q. Farzandlaringiz ham musiqa instrumenti chalishga anaqa qiziqish bormi? Yo'q. Ular ko'proq nima bilan qiziqishadi? Meni katta o'g'lim futbol bilan qiziqadi. Kichkina o'g'lim narsalarni yasash bilan yaxshi ko'radi. Farzandlaringiz uyda qaysi tilda gapirishadi? O'zbek tilida gapirishadi. Voy. Mana onalarni kelib yordam berishini plusi o'zbek tilida gapirishadi. Chunki sizni qaynonangiz va onangiz inglizcha gapirmaganligi tufayli ular bilan har doim o'zbekcha gapirgan. O'zim ham gaplashganimda bir xil paytlarda ingliz tilida juda ham osonda. Chiqib ketishimiz oson, chunki biz o'sha bu yerda necha yildan beri turamiz. Meni onam yoki qaynonam unchalik bilishmaydi. Excuse me deydi bo'ldi. Sorry deydi bo'ldi. Shundan
boshqa hech qaysi yo'q. O'shanga yaxshi. Mana hozir ko'rdim, mana bunaqa qilib silkitib qo'ydingiz. Bu nima maqsadda qilindi? Bu maqsadi hamma o'sha zich massasi pastga cho'kib, yaxshi joylashish uchun. Necha marta qilish kerak bunaqa? Endi shayki 3 marta, shayki 3 marta qilsangiz bo'ladi. Aha, bo'ldi. Yaxshilab shayga qo'ydik. Endi duxovkaga qarab, endi sekin duxovkaga qo'yib yuboramiz inshaalloh. Chetlarini bunday ko'tarib qo'yish kerak, chunki bu katta bo'lib, mana shunday bo'lib pishib qoladi. O'shanga tosh ketmasligi uchun. Bismillah. Demak, San Sebastianimiz tayyor bo'ldi. Necha daqiqa pishirdik buni? 35-40 daqiqa. Tayyor bo'lganini qanaqa bilish mumkin buni? Tayyor bo'lganini vaqtidan bilasiz. Birinchidan buni ovotganingizda 35 minut, 40 minut umuman duxovkani ochishingiz kerak emas. Boshida o'sha 240 gradusda pishish kerak. 240 kuyib qolmaydimi? O'sha kuyish kerak-da. O'zi ikkinchi nomi buni burnt cheesecake. Kuyish kerak. Kuyib aniq bir xilda bo'ladi. Xullas, o'sha 40 minut turadi, o'zi ko'tarilib chiqadi. Undan keyin 40 minutdan keyin ochib, buni mundoq qilib ko'rib ko'rasiz-da, o'zi liq qilish kerak. O'sha liqillaganda ko'p liqillash kerak emas, me'yorida bo'lishi kerak. Buni endi qilib o'rganib olasizlar. Ko'p liqillamasin, me'yorida liqillash. Lekin liqillash shart. Mana bu hozir ozgina sovidi. Biz olganimizda liqillaganimizni anaqaga ham oldik, ko'rasizlar, lekin bu hozir sovigandan ham bundoq qilganingizda mana. Liqillab. Xolodilniykga liqillash kerak. Keyin buni bir kunga qo'yish kerak. Hozir yeb bo'lmaydi. Ertaga bemalol yesanglar bo'ladi. Anta nutellani mikrovolnovkaga qo'yib, eritib, ustiga xohlasangiz solib qo'yib yesanglar bo'ladi. Tushunarli. Buni keyin yeyishdan oldin 20 soat oldin olib qo'yish kerak. 1 soat oldin xolodilnikdan olib qo'ysanglar, kesganinglarda hozir harakat qilamiz ko'rsatib berishga, lekin kesganinglarda o'rtasini anaqasi ichi yumshoq bo'lib turish kerak-da. O'zingizda ham tez-tez qilib turasizmi shuni? Ha, men bolalarim sevadi. Sebastian cheesecake'ini. Bundan tashqari yana qanaqa shirinliklar tayyorlaysiz? Ko'p, har xillarini tanlaymiz. Olmali piroglar bor, tiramisu bor, pistachiyoli tiramisu, keyin pahlavali, o'zbekcha shirinliklarni ham qilib turamiz. Zuhra, mana siz o'sha Buyuk Britaniyaga boshida kelganingizda eng qiyinchilikka uchragan kuningiz qanaqa bo'lgan va bo'lganmi shunaqa paytingiz? Bo'ldi, Angliyasi boshidan qolsin, ketdim uyimga, uyim yaxshi deb ketmoqchi bo'lgan paytlaringiz nima sizni to'xtatgan? Bu yoqda qolishga ko'proq nima sabab bo'lgan? Meni bitta yaxshi odatim bor, esimdan chiqarib yuboraman yomon kunlarni. Esi yo'q qizmisiz? Eslab o'tirgim kelmaydi. Chunki lekin hammada bo'ladi menimcha, hamma o'zidan o'tgan o'zi biladi. Paytlar bo'lgan, ayniqsa o'sha o'qishimga to'g'ri kelgan paytlar bo'lgan, juda ham qiyin o'qish paytida, bir xil paytlarda, nima deydi, xohlamaganman, istamaganman o'qishni. Shu paytda bo'lgan, lekin menimcha akalarim tufayli ancha unaqa qiyinchilikni ko'rmaganman. Endi o'zi oilada o'zining dramalari bo'ladi, lekin qiyinchilik deb ko'rmaganman. Akamgalardagi Amerikada ular bo'lishgan, ular to'g'ri qiyinchilik ko'rishgan, avtobuslarda qolib ketishgan, anaqa qilishgan, menga aytib berishardi. Lekin menda unaqa bo'lmagan. Menimcha shu singlim shu narsani qilmasin deb menga sharoitlar yaratib berishgan. Lekin mana qarang, sizga yaratilgan sharoitdan to'g'ri foydalanibsiz, chunki o'qimasdan yallama yorim qilib yursangiz ham bo'lardi. Keyin bironta yerga tegib uyda o'tirsangiz ham bo'ladi. O'shanga undan tashqari o'sha farzandlaringiz tug'ilgandan keyin umuman o'qish qanchalik qiyin bo'lishini, nimalardan kechadi o'zingiz, nimalardan voz kechishingiz kerak, yo farzandingiz bilan vaqt o'tkazasiz yoki bibliotekada soat 10 kechasigacha qolasiz, u telefonlarni o'chirib, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Eng asosiysi o'sha sizga yaratilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalangan ekansiz. Bu menimcha bugun o'zini rezultatlarini ko'rsatib turibdi. Chunki ham ona bo'lish, ham uyni saranjom sarishta tutish, ham ishni
uni eplab yaxshi lavozimlarga erishish bugungi kunda hammani ham qo'ldan kelavermaydi Zuhra. Mana endi bugungi kunda juda ham ko'p yoshlar O'zbekistonda Angliyaga kelib o'qish oson deb o'ylashadi. Angliyada yashash bu jannat deb o'ylashadi. Bu juda ham zo'r, daraxtlarda gullar, nima deydi, gullarni joyiga pullar o'sadi. Kelib terib olaman, ishlayman deb o'ylashadi. Va endi o'sha Angliyaga kelib, Buyuk Britaniyaga kelib o'qishni, yashashni xohlaydigan, plan qilayotgan yoshlarga nima degan maslahat bergan bo'lardingiz? O'sha kelganlardan to'g'ri yo'lni topib, to'g'ri nima deydi, directionda yurishliklari uchun. Qo'rqmanglar, harakat qilinglar. Qo'rqish kerak emas. Menda bitta shior bor, xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Xato ko'proq qilinsa, o'sha xatodan biz saboq olamiz. O'sha hamma O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki Senga davlatlardan ham hammaki bu yoq Londonga kelib o'qimoqchi bo'lganlar, to'g'ri. Men lekin aytaman, hammanglar harakat qilinglar kelishga, chunki Londonda baribir ham o'qish katta a'lo darajada. Universitetda o'qisanglar yoki kollejda o'qisanglar ham baribir nimadirga erishish juda ham katta. Imkoniyatlar katta. Qo'rqmanglar. Faqat o'qinglar. Mazza qilib o'qinglar. O'qish va yana o'qish. O'qib charchalmaydi hech kim. Dasturimiz eng so'ngida Zuhra, men har doim dasturimiz ishtirokchilariga imkoniyat beraman. Mana baribir sizni yutuqqa erishishingizda, bugungi kunda Zuhrani Zuhra qilgan, o'sha lavozimlarga erishgan, oilani eplab turgan ayol bo'lishingizda kimnidir hissasi bor. Ularga bir nima deyish imkoniyati bor sizda. Chunki bizda endi bilmadim, balki bu madaniyatimiz shunaqadir, balki kultura deydi. Har doim ham O'zbekistonda o'zimizni his-tuyg'ularimizni ochiq oydin ko'rsata olmaymiz. Shunga bugun sizga kichkinagina imkoniyat yaratib bermoqchimiz. Salom yo'llaymiz. Salom yo'llaymiz. Menimcha, meni Zuhra bo'lishimga ko'pchilik sabab bo'lgan. Avvalambor ota-onam, keyin akalarim, menimcha, lekin birinchi o'ringa qo'yib aytadiganim ota-onamdan keyin men turmush o'rtog'im juda ham hamma tomonlama meni qo'llab-quvvatlaganlar. O'qiyotgan paytimdan ham o'zlari yordam berganlar. Menimcha, ularsiz bu darajaga yetishim qiyin bo'lardi. Ota-onamning ham duolari bo'lgan. Qaynonam ham hammani bunaqalari nima derdi, support yordamlari tufayli shu darajaga yetishganmiz deb o'ylayman. Umrlar uzoq bo'lsin, hammaliklarini sog' salomat yurishsin sizni vaqtingizga. Zuhra, dasturimizda maqol degan kichkinagina rubrikamiz bor. Men hozir maqolni boshlayman. Siz uni o'zingiz stilingizda qiziqarli qilib davom ettirishingiz kerak. Maqol o'zini aytib qo'ymay hisoblanmaydi. Xo'p, bo'ldi. Kelishdikmi? Unda boshladik. Gap desang qop. Santi desang Ispaniyadan top. Ana, ko'rdingizmi? Tvorческий odam-da, birdan-birdan to'g'ri. Demak, keyingi savolimiz 7 o'lchab kesma. Nega kesma? Kesdigan kesma dedim men. Kesma. Aybi borning nozi bor. Afting qiyshiq bo'lsa, hayot kulib boqadi. Mayli. Endi Sebastianni kesishga o'taylik, Zuhra. Xo'p, bo'ladi. Hech tez aytish aytganmisiz? Aytganman? Aytgansiz. Bo'lmasa bitta tez aytish aytaylik. Nima dedingiz? Boshladik. Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Siz endi tez aytmadingiz-ku. Men sizga endi qanaqa aytishni aytdim. Siz boshlang, men davom ettiraman. Xo'p. Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? 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 Siz ketdingiz-ku, hozir to'xtang. Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Shala bo'ldi-yu. Men
aytdim. Kesin sen. Siz o'zi men aniq qilmayaptdim. Siz yutishingiz aniq edi. Zuhraxon, siz bilan telefonda gaplashganimizda men eslatib o'tdim. Dasturimizning shartlaridan biri olingan mahsulotlar 20 funtdan ko'p bo'lmasligi kerak deb. Lekin siz juda ham молодец qiz chiqdingiz, chunki siz eng rekord bo'yicha eng kam ishlatilgan summa sizda bo'ldi. 15 so'm 35 pens ishlatibdilar Zuhra. 15 funt 35 pens. Sizdan oldin Nilufar edilar. Eng kam ishlatgan ayol. Qolganlar hammasi 20 necha so'mdir ishlatishadi. Shunga aytaman-ku, baribir finansistligingiz bilinadi shekilli. Ko'rinib turibdi. Zuhra bizlarni Atiqa qilmadim lekin. Shunaqa deysizmi? Qarang, organikani qilib olib keldim. Bo'lmasam deyin. Bo'lmasam. Zuhra, avvalambor dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkurimizni bildiramiz. Qolaversa, aytib o'tganimdek, o'sha bozordagi ishlatgan mablag'i hammasi reimbursable. Sizga ushbu mablag'ni berishdan oldin, marhamat, bu sizniki. Dasturimiz davomida ishtirokchilarimiz o'sha boshida menimcha Mirzoyda adashmasam bu fikrni bergan. Bizga juda ham yaxshi fikr berdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. O'sha 20 funtlarini qaytarib berayotganda iltimos, menga bu pulni qaytarmanglar, dasturinglar rivojiga ishlatinglar yoki bo'lmasam biron qanaqa yaxshi xayriya ish qilinglar dedilar. Keyin biz o'tirib o'ylab, nima qilsak ekan, qanaqa qilib kimgadir yordam bersak ekan deb Samarqand shahrida joylashgan Saxovat qariyalar uyida istiqomat qiluvchi qariyalarga o'sha kerakli narsalarni xarid qilib bermoqchimiz. Kimdir o'zi bilan olib ketadi pulni, kimdir bizani bokschamizga solib qo'yadi. O'sha Xudo xohlasa gaplardan keyin Xudo xohlasa nasib bo'lsa, mana 18-aprel kuni bizada sumalak partiyamiz bo'ladi. Bu partiyani uyushtirishdan maqsadim yaqinda o'sha Saxovat uyiga borgan yaqinlarimizdan biri yordam qilsanglar juda ham yaxshi bo'lardi, chunki qariyalarning duolari juda ham hayotiylarni nur bilan to'ldiradi deb. Shu sababdan sumalak partiyasini ham uyushtirdik. Va dastur davomida yig'ilgan, chiptalarda yig'ilgan barcha mablag'larni kichkinagina o'sha organizatorskiy xarajatlardan tashqari o'sha Saxovat uyida istiqomat qiluvchi qariyalarga kerakli narsalarni xarid qilib berishdan iboratdir. Shuning uchun choice yours dedi. Olib keta qolaman dedi. Bemalol Zuhraxon. Baraka toping. Albatta sizni ham nomingizni o'sha xayriya qilgan soliq bitta qo'l bilan xichim dedi. Ko'rdingiz qanaqaligini. Xudo menga sabr toqat ber dedim. Ishlaringizga omad Zuhra. Rahmat kattakon. Uzoq yo'l bosib, bilaman yaqinmiz, ancha yo'l bosib keldingiz. Menimcha San Sebastianimiz ajoyib a'lo darajali bo'ldi. Hali tatib ko'rmadim, lekin hididan, ko'rinishidan aminman. O'sha biz expect qilgandek, biz kutgandek tayyor bo'ldi. Siz ham albatta uyingizda tayyorlab ko'ring. Men o'z odatda shirinlik juda ham kam tayyorlayman uyda, lekin bugun uni qanchalik oson tayyorlanishini ko'rib, men ham o'zimga aytdim. Endi uyga borib, nasib bo'lsa Xudo xohlasa, men ham shuni albatta tayyorlab ko'raman. Chunki San Sebastianni juda ham yaxshi ko'raman. Birinchidan uncha ham shirin emas. Ja unaqa to'ydirib bezdirib qo'ymaydi va yumshoq yeyiladigan bir yaxshi ajoyib desert. Ideya uchun ham 5 baho sizga va tashrifingiz uchun rahmat, ishlaringizga omad, uyingizdagilarga sog'lik, salomatlik tilayman va bundan keyin ham baland cho'qqalarga, marralarni yetishingizga tilakdoshman. Barcha orzu umidlaringiz ushalsin ilohim. Rahmat kattakon, shu loyihaga chaqirganingizga juda ham xursandman. Boshida hayajon bor edi, lekin sizni o'zingizni tutishingiz, o'zingiz gaplashishingiz, ravon gaplashlaringizni ko'rib, o'sha hayajonlar ham yo'q ketdi. Hozir как будто hech narsa olinmayapti, bizda syomka yo'q, faqatgina gaplashib turganimiz. Rahmat kattakon, yana bir bor San Sebastian yoqadi degan umiddaman. Yana Xudo xolasa keyinchalik yana ko'rishga nasib etsin. Albatta sizni ko'rsatuvimizga taklif etishdan yana bir maqsadimiz o'sha insonni hayotida, ayol kishini ayniqsa hayotida turmush o'rtog'ini poddershkasi, qo'llab-quvvatlashi
qanchalik katta rol o'ynashini ko'rsatib berishdi. O'zingiz aytib o'tgandek, o'sha turmush o'rtog'ingizni podдержкаларisiz bugungi kunda siz na ACC ni tugatgan bo'lardingiz, na Oxford Brookes universitetini tugatgan bo'lardingiz, na hozirgi lavozimingizda ishlay oladigan bo'lardingiz. O'shaning uchun aytmoqchiman, aziz erkaklar, iltimos ayollaringni qo'llab-quvvatlaylik, chunki ularning ham o'zlariga yarasha orzu-umidlari bor va bu umidlarga erishishda sizni hissangiz ulkan bo'ladi. Barchangizni xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat tilagan holda xayrlashar ekanmiz. Keyingi ko'rsatuvimizda uchrashguncha sog' omon bo'ling. Xayr.